Sizlar hozir men reelslarimni ko'rib chiqyotgandim. Sizlarning kommentariyalaringiz sizlarga nima qiziq, nima foydali bo'lar ekan deb. Juda ham ko'pchilik Get Ready With Me'larimda har xil tillarda gapiraman, bilasizlar. Ingliz tili, rus tili, o'zbek tili, turk tillarini qo'shib gapiraman. Qiziqroq bo'lsin auditoriyamga deb. Hamma aytadi, men kiygan kiyimlaringizdan ham ko'ra ko'proq ko'p til bilishingizga havas qildim deb so'raysizlar. Keyin Ayishkani ko'rganingizda, Yusuf, Yunuslarni ko'rganingizda qanaqa qilib farzandingizga bunaqa tillarni o'rgatdingiz deb juda ko'pchilik so'raydi. Demak, til borasida qiziq ekan sizlarga. Shuning uchun men sizlarga bitta zo'r yangilik bilan chiqaman. Maslahatim, til o'rganish uchun hech qachon kech emas. Men xudo xolisa hozir 4 ta tilda bemalol gaplasha olsam, ikkitasida beginner bo'lsa, arabskiy bilan fransuz tili, yana boshqa tillarni o'rganmoqchiman. Va siz agar hozir O'zbekistonda turib o'zbek tilidan boshqa hech qaysi tilda yaxshi gapira olmasangiz, unda albatta rus tilidan boshlashingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Rus tili kurslari bor ekan. Menga qizlar yozishuvdi. Shunaqa xursand bo'lib ketdim, chunki ular ishlaydigan, o'qiydigan yoki uy bekalari o'zlari har kuni vaqti yo'qlarga individualni o'rgatadigan kurslari bor ekan. Hamma o'rgatadigan qizlar ayollar ekan. Так что bemalol kurs olib, xijolat bo'lmasdan, erkak kishi emasmikin deb o'ylamasdan bemalol o'rgansanglar bo'lar ekan va 3 oyda sizlar umuman noldan boshlagan bo'lsanglar ham bemalol gaplasha oladigan qilib qo'yar ekan. Menimcha bu juda ham zo'r narsa. Til o'rgansa, odam nafaqat o'sha tilni o'rganadi, balki krugozori kengayadi, informatsiyalarga ochiq bo'ladi. Chunki hozirgi zamonda любой tema bo'yicha informatsiyalar bor. Faqat ko'plari o'zbek tiliga tarjima qilinmagan. Shuning uchun shunaqa paytlar rus tilini bilsangiz ham osonlashadi. Ishlaysizmi, o'zingiz ishingizda ham yana yaxshiroq bo'lasiz agar tilni bilsangiz.